bu izlar, bu chandiqlar deyarli hech narsa bilinmaydi. Bu u ichkaridan plastika qilinganini aytyo'q, u ketadi u. Bu to'liq ajratilgani, liposaksiya qilinganini hisobiga ko'karganlar. Bular hammasi ketadi. Mana bu ham ketadi. Bu ham ketadi. Endi haligiga o'xshab sekin bir kuchlanib ko'ringchi. Yo'q narsa. Ko'ryapsizmi? Yo'q. Rahmat. Sizni hozir mana hozirgi opa 30-35 yosh beryapti mana hozir. Birinchi marta ko'rganda, hali poyaska bilan ko'rganda. Tushundingizmi mana? Mana qanaqa qiyofa, mana nima? Mana shu joyim anaqa o'zimda esnab anaqa tomir tortyapti, mana shu joylarni. Mana aziz obunachilar, sizlar bilan bor yo'g'i 4 kun oldin bo'lishgandik. Patsientkamiz 49 yoshdalar. Yoshartiruvchi amalaj yurishi, ya'ni yuzdagi kompleks bu Spades platizmoplastika amaliyoti o'tkazilgan. Spades amaliyoti nima ekanligi va uni afzallik tomonlari va bugungi estetik tibbiyotda yuzdagi yoshartiruvchi amaliyotda eng oxirgi populyarni, juda ideal metodika ekanligini aytib o'tgandim va bu metodikani qanaqa operatsiya texnikasi qanday bajarilishini qisman YouTube kanalimizga ko'rsatib o'tganman. Albatta kirib ko'rishingiz mumkin. Hozirda esa patsientkamizni emotsiyalari bilan sizlarni bo'lishmoqchimiz. Hayotxon opa, mana qandaysiz? Juda xursandman. O'zimga ham yoqdi, qo'llaringizdan ko'rmasam. Bo'yningizdagi muammolar, yuzingizdagi muammolar hammasi to'liq bartaraf etilgan. Terida deyarli neravnomernost yoki o'zgarishlar mana yo'q. Bo'yin ideal holatda ko'rishingiz mumkin, chunki bular oldin bo'yinda ikki tomonda ham kok nitkalari orqali bo'yinda tortish amaliyoti o'tkazilgan. Qolaversa, bo'yinda platizmada vertikal vitijeniya, ya'ni chandiqli tortishlar bo'lganliklari va ularni hammasini 100% bartaraf etilgan. Mana hozirda holatni ko'rishingiz mumkin. Bugun bor yo'g'i 4-kun. Zo'r, rahmat doktor. Yoqdimi sizga? Yoqdi. Kutgandingizmi shunaqa natijani? Bunchalik emas, men bunaqa bo'ladi bo'lmaganimni o'ylaganimdan ham zo'r. Rahmat. Qo'llaringizdan ko'rmasin. Hali bu endi 4-kuni 2 haftalardan keyin shu. Rahmat, xursandman. Rosa первый раз fotodan beraskan. Zo'r.